Birinchi bo'lib Play Marketdan Gemini tortib olamiz va plus belgisini bosib, o'zimizni mashinamizni rasmini tashlab olamiz. Mashinamiz rasmini tashlab olganimizdan so'ng pastidan kerakli promptni kiritamiz. Bu prompt bizga qo'l Chevrolet ushlab turgan rasmni yaratib beradi. Biz u rasmni saqlab olamiz va Google'ga Hixfield AI deb yozamiz. Hixfield AIdan video bo'limini topib olamiz. Video bo'limining ichida ko'pgina bo'limlar mavjud. Bu yerdan Sidance 1.5 Pro'ni bosamiz. Ikkita rasm qo'yish uchun bo'lim bor. Birinchisiga qo'l ushlab turgan Chevrolet belgisi rasmini, ikkinchisiga esa mashinamizni rasmini tashlaymiz. Va tagidan kerakli bo'lgan promptni kirgizamiz va pastda 9x16 formati tanlab, Generate tugmachasini bosamiz. Va video tayyor. Video promptini olish uchun kommentariyaga prompt so'zini qoldiring. Mana shunday foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun Instagram sahifamga obuna bo'ling.